Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Sabbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardi ve huvel azizul hakim. Osmonlardagi narsalar, ya'ni farishtalar va zimindagi narsalar, ya'ni insonlar, o'simliklar, jonsiz shaylar Allohga tasbih etdi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ya eyyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ey mo'minlar, sizlar nima uchun qilmaydigan ishni qilamiz deysizlar? Ya'ni amalda sizlar qilmaydigan yaxshi ishlarni nima uchun og'zinglarda qilamiz deysizlar? Kabura maqtan indallohi an taqulu ma la taf'alun. Sizlarning qilmaydigan ishni qilamiz deyishinglar Allohning dargohida eng o'ch ko'riladigan narsadir. Innalloha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Şübihsizki Allah özünün yolunda mustahkam binadek sap bulup cihad qilganlarni, yani urush maydonida düşmanlarga uchrashgan chaqda mavqasida sabatliq turib g'azot qilganlarni do'st tutdi. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Öz vaqtida Musa qavmiga: "Ey qavmim, mening Allohning sizlarga avatgan payg'ambar ekanligimni bilib turib, sizlar menga nimish azor bersizlar?" dedi. Ular haqdan burilib ketgandan keyin Alloh ularning dillarini hidoyatdan burvatdi. Alloh fosiq qavmni hidoyat qilmaydi. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Öz vaqtida Maryamning o'g'li İsa: "Ey İsroil avlodi, men sizlarga haqiqatan Alloh avatgan, mendan burun kelgan Tavratni tasdiq qilguvchi, mendan keyin keladigan Ahmad ismli payg'ambar bilan xush xabar berguvchi payg'ambarman" dedi. İsa ularga ro'shan mo'jizalarni elib kelgan chaqda ular: "Bu ochiq sehrdir" dedi. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. İslamga davet qilini etib, Allohga yolg'onni, ya'ni Allohning sheriki bor, bolasi bor degandek so'zlarni chaplagan kishidanmi zolim kishi bormi? Alloh zolim, ya'ni kofir qavmni hidoyat qilmaydi. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Ular Allohning nurini, ya'ni Allohning dinini va nurliq shariatini eg'izlar bilan o'chirib o'tmoqchi bo'ladi. Kofirlar yomon ko'rgan taqdirdimi, Alloh o'zining nurini mukammal qilg'uchidir, ya'ni o'zining dinini oshkorlag'uchidir. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Müşrikler yaman görgen taqdirdimi, Allah haq dinni barlıq dinlar üstüdün g'olib qilish uchun payg'ambarni hidoyat bilan va haq din bilan avatdi. Ya
أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Ey müminler, sizlarni qattiq azobdan qutuldiradigan bir tijoratni ko'rsatib qo'yaymi? تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Allahqa ve onun peygamberge chin iman etqaysizlar. Allah'ның yolida melinglar bilan, jininglar bilan jihad qilgaysizlar. Agar bilsanglar, sizlar uchun bu yaxshidir. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Şunda qilsanglar Allah sizlarning gunohlaringizni mag'firat qiladi. Sizlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Doimiy turalg'u bo'lgan jannatlardagi go'zal saroylarda turg'izadi. Bu cho'ng muvaffaqiyatdir. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Sizlarga marhamat qilingan, sizlar yaxshi ko'radigan ikkinchi bir ne'mat Allohdan keladigan nusrat va yaqin g'alaba, ya'ni Makkaning fathi qilinishidir. Ey Muhammad, mo'minlarga bu ro'shan marhamat bilan xush xabar bergin. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Ey müminler, havariyonlar, yani İsa aleyhisselamga dastlabda iman etgan mümin qavmdek Allah'ның yardımçıları bolunglar. Meryemning oğlu İsa havariyonlarga Allah'ның davetini tebliğ qilishda Allah'ga kimler yardımçılarım boludu dedi. Havariyonlar, biz Allah'ның yardımçılarımız dedi. İsrail avlodidan bir toifa iman etdi, yana bir toifa kafir bo'ldi. Mo'minlarga ularning o'z dushmanlariga qarshi turishida yor yo'lakda bo'ldik. Shuning bilan mo'minlar g'olib bo'ldi.